Alloh subhanahu va taolo bizlarni kechirimli bo'lishlikka buyurdi. Xuzil avfa dedi. Avfni lozim tuting dedi. Ya'ni kechirimli bo'ling dedi. Va umur bil ma'ruf, odamlarni yaxshilikka chorlang dedi. Va a'rid anil jahilin, johil bo'lgan, ilmsiz bo'lgan, janjal to'polonlarni xushlaydigan odamlardan yuz o'giring deb Alloh Rabbul alamin Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Shunday ekan, bizlar afuni, kechirimli bo'lishlikni o'zimizga lozim tutishimiz kerak. Dunyoda kechirilmaydigan narsa yo'q. Hatto Alloh subhanahu va taoloning oldida ham kechirilmaydigan gunoh yo'q. Har qanaqa holatda banda modomiki g'arg'aragacha, o'lim soatigacha tavbasini kechiktirib turadigan bo'lsa-yu, o'limidan oldin tavba qilib oladigan bo'lsa, g'arg'aragacha tavba qilib oladigan bo'lsa, tavbasidan umid qilsa bo'ladi. Ammo lekin hozir biz o'zimiz salomat turgan vaqtimizda esa gunohlarimizni o'ylab, shu Ramazoni sharif bizni gunohlarimizdan poklaydigan oy qilib berilganligi uchun ham Allohga hamdlarni ko'proq aytishimiz kerak.